Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Qazarasi tumanidagi Qazaq bozoriga keldik. Baliqlar narxlari bilan donishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Mana nechasini baliqlar? 50 ming so'm. 50 ming so'mdan qo'ydim dedilar yana sazon. Gelishadigan yeri bor dedilar. Sazon bahaybat baliqlar bugun. Katta. 3 kilo chiqadigan ham bor yana. 3 kilodan ham ziyod keladi ishina. 5 kilo. Ko'raverasizlar. 5 kilolik ham bor dedi agam aytadilar. Ena baliq. 45 ham beraveramiz. 45 ham beraman deb turibdilar. Kelinglar. Oz qolibdi baliq. Hurmatli obunachilar. Shu baliq bozoriga girganda birinchi mestada 10 qo'lda o'tiradi agam. Kelaverasizlar. Yaxshi rahmat agam. Juda baliq bozorda. Baliq chem. Assalomu alaykum. Baliq qanchasini bo'libdi ekan? Sazonlar 50 so'm. Sazonlar 50 ming so'mdan dedilar, hurmatli obunachilar. Obuna bo'lib bir dona like bosib kuzataverasizlar. Oq baliqlar qanchasidan qo'ydingiz ag'a? 38 ming so'mdan dedilar. Mana bu hamdan bor ekan. Mana hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar. 45 ming so'mdan ham bor dedilar yana, yangilik. Arzonlatdim dedilar. Ko'raverasizlar. Bugun baliq arzon bo'libdi, hurmatli obunachilar. Kelinglar. Baliq bozori. Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi ekan baliqlar? 25 ming so'mdan bo'ldilar. Bular 25 dan qo'ydingizlar. Yana bu yerda arzonlatibdilar. Obunachilar, kelinglar bugun bozorda baliq arzonchilik. Ko'raverasizlar. Oq baliqlarni nedan qo'ydingiz? 25. 25 ming so'mdan qo'ydim dedilar. Ena baliq. Ko'raverasizlar, o'ynab turibdi. Sveji baliq. Hurmatli obunachilar, bugun baliqlar arzon. Ena. Kelaverasizlar ishag'am yana. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi baliqlar? 20 ming so'm. Oq baliqingiz kattasi. 36 ming so'mdan bo'ldi dedilar yana. 2 kilo keladi har birisi. 2 kilodan ham ziyodroq keladi. Ena bular 20 dan dedilar, kichkinaroq. 700 gram, 800 gram keladi har birisi.